Albatta. Mana siz so'raganidek 700 sozdan iborat YouTube video uchun notifiature skripti O'zbekiston tilida subheadings bilan va Tarmax kanaliga obuna bo'lishni eslatadigan formatda. Skript 2026 Chevrolet Beat uchun mo'ljallangan va Chevrolet uchun tayyorlangan. Salom aziz avtomobil ishqibozlari, bugun siz bilan yangi 2026 Chevrolet Beat haqida batafsil ko'rib chiqamiz. Ushbu video orqali siz avtomobilning barcha asosiy xususiyatlarini bilib olasiz. Shuningdek, kanalimiz Tarmaxga obuna bo'lishni unutmang. Dizayn va tashqi ko'rinish. 2026 Chevrolet Beat tashqi ko'rinishi bilan hayratlanarli darajada zamonaviy va sport uslubiga ega. Avtomobilning old qismi aerodinamik dizaynga ega bo'lib, kichik va chiroyli radiator panellari bilan jihozlangan. Farlar LED texnologiyasiga asoslangan va ularni kunduzgi chiroqlar bilan uyg'unlashgan holda ishlaydi. Yon tomoni yumaloq va silliq chiziqlarga ega bo'lib, harakat paytida havo qarshiligini kamaytiradi. Orqa qismi esa minimalist uslubda yaratilgan bo'lib, oson parvarishlanadigan bamper va LED orqa chiroqlar bilan ta'minlangan. Shu bilan birga 2026 Chevrolet Beat rang variantlari ham keng bo'lib, xaridorlar o'z xohishlariga mos tanlov qilishi mumkin. Ichki makon va qulayliklar. Ichki makon jihatidan 2026 Chevrolet Beat yo'lovchilar uchun juda qulay. O'rindiqlar yuqori sifatli mato va charm bilan qoplangan bo'lib, uzoq safarlarda ham noqulaylik tug'dirmaydi. Haydovchi paneli intuitiv tarzda joylashtirilgan va barcha boshqaruv elementlari qo'l yetadigan masofada joylashgan. Infotainment tizimi katta sensorli ekran bilan jihozlangan va Android Auto hamda Apple CarPlay bilan mos keladi. Havoni tozalash tizimi va avtomatik iqlim nazorati esa yo'lovchilar uchun qulay va salqin muhit yaratadi. Motor va ishlash xususiyatlari. 2026 Chevrolet Beat ixcham motor bilan jihozlangan bo'lib, u shahar ichidagi va tashqi yo'llardagi harakat uchun ideal. Motorning yonilg'i sarfi minimal va ekologik standartlarga mos keladi. Shuningdek,